أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد hürmetlik savaştaşlar bizning bugungi darsimiz ilgirki darslarimizga munosabatlik mazmun ya'ni kitabatul masahif va tatawwuruha ya'ni Qur'onlarninki mushaflarninki Osmon radhiyallohu anhu davridagi İmam mushaflarınki yazılış ahvali ve terakkiyatı. El-İmla el-Osmani yani Osman radıyallahu anhu'nun devrideki mushafda kullanılgan imla. Endi biz okuvatkan Kur'anlarınki köp sallıqı. Alimlarning köp sallıqı şu xil göz qarashda, ama kitapning avtori biraz farqli göz qarashda. Şuna olgandan biz o'qiyotgan Qur'onlarning 99% Osmoniy imlo bilan yozilganlik. Endi buni men o'quvchilarga bek tez tushundirma bu nuqtani. Nima ish qilsanglar ko'p hollarda biz Uyg'urlar avval arab tiliga munosabatlik ishlarda avval Qur'onni o'qiymiz. Arablar avval maktabga kirib normal arab til savodini chiqarib bo'lgandan keyin an Qur'onni qo'lga oladi. Masalan, biz avval Qur'onni o'qiymiz. Qur'ondagi shu nima yazık, Qur'ondagi shu yazık bizga nisbatan tunji tunilgan yazık bo'ladi va shu bo'yicha biz arab tilini shu bo'yicha deb o'ylaymiz. Ammo imlo yazık jihatda navbatdagi arablar qo'llanayotgan imlo istilohi deb qo'yamiz. Qo'llanilayotgan imlo bilan Qur'onning o'zida qo'llanilgan imloning biroz farqi bor. Mening davatqanim g'ol qismi juma. Men bu gapni davatqa vaqtimda sizlar Qur'ondan butun chiket, zir, zvar, pash, undan boshqa har xil belgilar bor, oldi keyniga qo'yilgan. Hammani olib tashlanglar. Tasavvur qilib boqinglar. Bismillahirrahmanirrahim degan mushu jumlaning o'zini tasavvur qilsanglar, Bismillah degi ba'dagi chikit yo'q. Bismillah de tashdid yo'q. Biz o'qilayotgan qoyim alif yo'q. Ar-Rahman degi nunning chikiti yo'q. Rahim degi yaning chikiti yo'q. Shu bir asli haykel holatini ko'z oldingizga keltiring. Lekin yazilish shakllaridagi harflarning yozilishimi o qadar bu zamonlarga bak o'xshab ketmaydi. Bu bir nuqta. Andakin so'zlarning yazilish ifodalanishida qaysalning esida va men taxminan bir oy ilgari WhatsApp'dagi to'pqa guruhga bir bet Qur'onni avatdim. Va azroq ovoz qoldirdim. Misolda bormi? Va shu Qur'ondagi ba'zi so'zlarga sizdim. Agar esingizda bo'lib qolsanglar, balkim hozir eslay olgansizlar. Qur'ondagi ba'zi so'zlarning yozilishi agar bizni bugun bir arab tili imtihoniga qatnashtirib yozing desa biz boshqacha yozamiz. Masalan, bunun tipik misoldan birisi Qul ya ayyuhal kafirun. Kafirunni biz qanday shaklda yozamiz? Kaf, alif, fa, ra, vav, nun. Ama Qur'on-i Kerim'de qanday shaklda yozilganligini o'tirida nima yo'q? Alif yo'q. O'tirida alif yo'q. Masalan, men shu sizlarga avatgan to'ptillam izlab boqay shu vaqtning o'zida. Men sizlarga avatgan betda taxminan 5-6 so'zga sizibdiman. 5-6 so'zga astaga. Birisi "Vaja'ala lakum min juludil an'am" deganga sizibdiman. An'amninki men sizgan betdagi yozilishi alif, nun, ayn, mim. An'am o'qilishi. Yani ayn bilan mimning o'tirida ilif yo'q. Mavi Osmoniy imlo deymiz. Ama bizni bugun an'amni yozing desa, biz an'am mana alif bilan yozamiz. Andaki uning keyniga qarasanglar va ash'ariha asasan. Asasanda biz o'qishda asasan deb o'qiymiz, ama ishga saning o'tirida nima yo'q? Alif yo'q. Zilalan ishga lamning o'tirisida alif yo'q. Sarabila,
Bila. Ravlan ba'ning o'tirdi alif yo'q, lekin o'qilishda sarabil va. Kafirun masalan. Va iza ra'allazina da ra'an yazmoqchi bo'lsak boshqacha yozamiz, lekin bu yerda ravlan hamza yozig'liq masalan. Lakazibun. Bunda misollar yamanca Qur'oni Karimda. Hatta qala deganni qaf, alif, lam bilan yozmay, qaf, lam bilan yozib qo'ygan yerlar bor. Mesela agar normalde biz qul shaklida, ammo o'qilishi nima? Qala. Mavla al-imla Osmani. Qur'on shu shaklda yozilganlik. Ammo keyinchi ulamolarning o'tirisida bu haqda ba'zi bir o'xshamalik qilgan ko'z qarashlar bo'ladi. Ulamolarning ko'p qismi deyli, Qur'on mutlaq shu shaklda yoziladi. Undan boshqa shaklda yozilish xato degan ko'z qarashi bor. Ba'zi ulamolar yo'q, ani yazsam bo'ldi, mana yazsam bo'ldi. Hatto ba'zi ulamolar o'rtaga chiqib, nimdaglik desanglar, keskin bugungi imlolar yozamiz. Chunki Qur'oni Karimda qiroat farz, Jibril payg'ambarga qiroat o'rgatgan, yeziq ash qiroatni ifodalab berasi bo'ladi. Bugun asli imlolarni yozib qo'ysak, bir şey o'qiy olmaydi degan dalilni mushu paketlar bilan asli imloni tashlab, bugungi imlolarni yozish vojib deydi. Masalan, shuningga ergishib nurg'un tafsirlarda, masalan, siz Ibn Kasir o'qiysizlar, Zilalul Qur'on o'qiysizlar va boshqa kitoblarni o'qiysizlar, farq etmaysizlar. Diqqat qilmaysiz, bundan diqqat qilsanglar, endi farq etisizlar. Qur'on shu kitoblarda kelgan ilingan Qur'onning oyatlari yangi imlo bo'yicha yozilgan. Masalan, as-samawati wal ardiki samavatni burunqi imloda sin, mim, vav, elifda ham shekilde. Ammo yangi imloda samavat degan shaklda mimdan keyin alif bor. Mushu masalasi saboqdoshlar. Al-imlo al-Osmani degani shu. Endi hozirgi bugungi dars bizga bu yeziq, bu imlo nereden başlangan, nega kelib to'xtadi, buning oldi keyinda qanchalik taraflari va bu nuqtani bizga ancha-muncha yoritib bermoqchi. Qaranglar, kitob bizga nimalarni beradi bu haqda qarab boqaylik. Al-imla allazi katabat bihi al-lajna. Lajna yozgan shu imlo sahabaning davriga xos bir imlo. Va huwa muxtalifun an imlaina. O bizning davrimizdan farqli. Am bizlarga bayatdanqi mansliga deb o'tgan taraflardan boshqa chiqit zavarzir yo'q. Tamam, chiqit zavarzir tuptusun, haykel jihatdan farqlanadi. Men sizlarga bayatdan ko'rsatdim ya. Fa huwa chunki u imlo chiqitdan xoli, i'robdan xoli shakldagini zavarzirin demakchi va boshqa zinatlaridan xoli. Va huwa mukhalifun fi adad fi kalimatihi. Hatta bu imlo sözlerdeki sandımı bizge tonulgan imlanın qaidalariga zid. İmam Suyuti shuningdeki xat shakl masalasi to'xtaydigan 6 qoidani tilga olib deganki, xat shakl 6 qoidada to'xtaydi. Birisi hazf, ya'ni ilgirki imlo bilan bugungi imloning o'tirisida hazf farqi bor. Ziyoda, hamza, badal, vasla, fasla va ma fihi qira'atan, ikki qira'at varlarda o ikkisini birga o'qiladi. Ana bu shaklda haliqi bugungi imlo bilan burungi imloning o'tirisidagi farqlar bor. Tabiiyki biz kasbiy qira'at sohasidagi kishi bo'lmag'achqa tam ba'zi nuqtalarni misollar bilan debremasligimiz mumkin. Ondan keyin Suyuti har qoidada gapni tafsiliy bayon qilgan va mushulardan mushu qoidalarning tahtiga kirmaydiganlarini tilga o'tgan. Endi bir nuqtaga kelaylik. O'zimizning gapiga kelsak, mesela nega to'xtadi saboqdoshlar? Sahabalar, Osman radhiyallohu anhuning davridagi sahabalar yozgan shu imlo bugun Qur'oni Karimda qo'llanilgan imlo shu. Mushu imloning muqaddaslik darajasi qanchalik? Abdur davotida vaqat iktasaba hadha ar-rasm alladhi summiya bir-rasm al-Osmani. Bu xashakli allazi summiya bir-rasm al-Osmani, yani Osmani xashakli deb atalgan bu xashakli nurg'un muqaddaslikni qo'lga keltirgan. Nega muqaddaslik kirishgan? Nemishqa musulmonlarningki Osman radhiyallohu anhuning qilgan ishini o'z vaqtida go'zal deb qarashga ijmo kelganlar. Chunki shu vaqt sahobalarga ijmo keldi emasmi? Shu nuqtadan shu imlo muqaddas imlo degan bir holatga o'tgan. Ammo mishakaga vaqtni o'zimning ko'z qarashini bir dey. O imlo muqaddas imlo bo'lmasligi mumkin. Chunki har zamonda o'ziga xos bir imlo bo'ladi. Ammo
Bu Qur'on o'qganligi uchun. Bu Qur'on o'qganligi uchun. Şu vaqtdan tortib ta bugunga qadar Qur'onning shu shakli maqbul o'qganligi uchun u rasm, u xashakli, u imlo muqaddas o'qganligi uchun emas. Qur'on shuni bilan qabul qilinganligi uchun buni o'zgartirishga xususan menmo shaxsan olarak qarshi. Ammo ishadiki Osman radhiyallohu anhu davridagi imloning, rasmul osmoniy xashaklininki muqaddaslishi u manga nisbatan unda qaramayman xususan. Nima ish qilsangiz chunki imlo har zaman o'zgarib turadi. Agar sahobalarning shu davrida boshqacha imlo olgan bo'lsa, sahobalar chiqib boshqacha imlo bilan yozadi. Ammo shu imlo bilan qo'llangan bo'lg'achqa o'zining kundalik turmushida shu imlo bilan yozdi, eng go'zal yozdi va eng puxta voyaga yetkazib yozdi. Tamam, Alloh ulardan rozi bo'lsin va shuni bilan Qur'on tunuldi bugunga qadar. Shuni bilan davomlashib keldi. Qur'onni shuni bilan qabul qildik va bundan keyin shu shaklda davom qilishi kerak. Maqsadimni tushundingmi aqajon? O resmul osmoniyning muqaddasligi emas, balki Qur'onning shuni bilan qabul qilinganligi tufaylidan bundan keyin takror o'zgartish ishkini ichib turadi boshqalarga. Bu nuqtadan o'zgartimiz yoki bugungi imlolar yozimiz degan ko'z qarash xususan men shaxsan men qatlamayman, ammo ulamolarning ichida bu haqda bir qancha xil fikr bor. Buni men inshaalloh takror o'qiymiz. Men haliqi to'pqa etib qo'ygan shu manhaj نسخ المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه degan haliqi bahsida mushto'g'riliqni xili tafsili bayon qilinadi. إن هذه المبالغة في احترام هذا الرسم. Bu xashakilni hurmatlashdiki, bu qadar mubolag'lashtirib o'tish bizga deydi. Bizga mushu Qur'oni Karimning har ortiq, ziyoda, har kamchilikdan saqlanishda musulmonlar tarafdan cho'nqur bir xil ko'z qarashni tasvirlab turadi. Musulmonlar nihoyat ahamiyat bergan. İm'an fil muhofaza degan gap qattiq ahamiyat bergan. Shuni ziyoda demak Qur'oni Karimni u qadar saqlagan musulmonlar. Bu bir ko'ngil bilish. Hattoki nimada Abturning asrab ko'z qarashi ifodalanadi. Abtur bugungi imlo bilan yasaqulud deganlarning ko'z qarashini o'qishga ba'zi nuqtalarni yozmalarda ifodalayapti. Hattoki biz innana mazilna ilal-an hatta bugungi hozirga qadar mushaflarninki Osmoniy xashak bilan yozilganligini ko'ryapmiz ki o'sha xashak bilan Osman radhiyallohu anhu davridagi masahifli yozilgan deydi. Hada ma lam yuhazza bihi ay kitab fi tarix al-fikr al-islami ala al-itlaq. Bu islom inson fikri tarixida mutlaq har qanday bir kitob erishib boqmagan bir ahvol. Tarixda nurg'un kitoblar bo'lag'liq vaqtning o'tishiga ergashib aslidagi yiziqqa qilib qilib o'zgargan. Hatto Injillarmi shu. Injilninki bugungi kunda xristianlarning so'sanglar asli Alloh tarafidan avatilgan tili qaysi desanglar debirmasligi mumkin. Xanzular o'zining qashdagi Injilni xanzuchilar mushu Injilda ko'tarib yuradi. Turklar turkcha, arablar arabcha, inglizlar inglizcha. Uning asl tili hech kimning xiyolida yo'q. Qur'onning asli tildan, arab tildan boshqa, hatto yiziq shakli, yiziq imlosimi shu davridagidan qilchilik qanday qilmoqlik, o'zgarmaganlik. Men bu yerda yiziqning xashaklining haykal nuqtasini deyapman. Makallanlik iniq olsun. Onun keyin qo'yilgan chiket, pash, zuvar, zirlar u boshqa, ammo haykali ayni Osman radhiyallohu anhu davrida qanday yozilgan bo'lsa, bugungi kundagi qo'limizdagi Qur'onninki 99.199% shu shaklda qanday qilinadiq, yoziliqliq bugungi kunda hatto bu insoniyat tarixida hech qanday bir kitob bunda ahvol, masalan, aqallisi bizning Yusuf Xos Hojibninki Qutadg'ubilik deyli. Mushular masalan bugungi kunda Uyg'ur tiliga o'zgartirildi, hozir Uyg'ur tiliga. Ammo Qutadg'ubilik o'z vaqtida yozilgan til, masalan, bak saqlanib qo'yilmoqliq masalan. Saqlan degan taqdirda bugungi kishilar o'qiy olmaydi uni. Ammo Qur'on dal aksicha. Biz misol uchun davatimiz bo'lamdi. Endi mushu yiziqninki taraqqiy qilish ahvoliga kelsak, Qur'onninki yiziqi, rasmul mushaf degan gap, shu Qur'onning yiziqi xashakli degan gap. Qur'onning yiziq temisi o'z oldiga bir fan. Ilmun qoimun bi zotihi. Ashuni astiga siz bilinglar. Ilmun qoimun bi zotihi degan gap. Mushuning hammasi qo'shilib o'z oldiga bir fan degan gap. O'z oldiga bir fan. وقد ألفت فيه المؤلفات قديما وحديثا. Bu haqda
ilgiri ve yakın zamanlarda nurgun eserler yazıldı. Ullifat fihi el muallafat. Bu hakta nurgun eserler yazıldı. Mesela feminel muallifinel kudama. Kadimi yazgıçılardan Ebu Hatim Sicistani. Ben bazı isimler çıkan vaxtda sizlərə alahide eskertip koyma. Türkçe'de astığı çiziyorum deydi ya. Aşnaqsız alahide eskertip koyma. Yani eskertip koyuşum sizlarning şu kishilarga nisbatan undaqliqi diqqat qilishinglar bundan keyinki o'qishinglarda şu kishilarninki asarlarininki alohida lozim bo'lganligi qimmatiga ishonat qilaman. Mushu gaplarimning qatoridan birisi Abu Hatim Sijistoniy mushu sohadagi alohida marjalarninki birisi. Allazi allafa kitab rasmul Qur'on. Qur'onninki yiziqi nomli kitobni yozgan. Ikkinchisi Abu Amruddani. İmam-ı-Dani deb qo'ydi. Allazi allafa fi hadal fan ma panda el-Muqni' degan kitobni yozgan. Ma kitobmi musahadagi mo'tabar marja kitoblarning birisi. Va Abu Abbas Ahmad ibn Muhammad al-Azdi al-Marakishi al-ma'ruf ibn al-Banna allazi yani bu kishi allafa kitab Unvanu delil fi marsum hatt tenzil degan kitobni yozgan. Ma 3 avtor qadimqi mushu rasmul Qur'on haqida kitob yozgan mualliflarning qatoridan. Endi va minal muallifin al muhaddisin yoki muhdisin yangi yozuvchilarning qatoridan birisi Shayx Ali Muhammad ad-Dabba. Yani bu kishi Samirut Talibin fi rasm va zabt kitab al-Mubin kitobni yozgan. Shayx Muhammad Khalaf al-Husayni yani Mutavvallininki şiirini sharhilagan ve sharhini tüendeki kitap bilen, bunda deb atagan kitap bilen şerhiga ergashtirib bir kitap yazgan demekçi. Murshidul Hayran ila ma'rifati ma yajibu ittiba'u fi rasmil Qur'on degan kitobni mushu sharhidan keyin qana qilgan yazgan. Hada degan gap shu yuqoridagi gap. Va qad ta'arradat kitabatul mushaf. Endi yuqoridagi gap tushunilgan bo'lsa, yani heykel noktasidan avval men gapni xulosalaya. Heykel noktasidan Osman radıyallahu anhu'nun devrideki heykel qanday olsa bugünkü heykelmi aynı şu şekilde qana qilgan, saqlangan. Bazı noktalarni deb qo'yay. Harflarning shaklida ancha-muncha taraqqiyot bo'lishi mumkin. Chunki birimiz kompyuterda xat nusxalari chiqdi. Kufi xat nusxasi, u xat nusxasi, bu xat nusxasida mana xat nusxalarininki taraqqiy qilishiga ergashib, masalan, qafning kallasi o'ngga qaraydi, fa'ning kallasi so'lga qaraydi degandek bir gaplar bor. Bu heykelga ta'sir yetkazmaydi. Mana qo'ysin. Heykel nuqtasidan Osman radıyallahu anhu'nun davrida qo'llanilgan Qur'onning yoziqidagi heykel qanday bo'lsa, bugun ko'z oldimizda o'qiyotgan Qur'onning heykeli ayni shu shaklda. Ammo haza degan ta'kid shu yuqorqi mazmun xulosa vaqt ta'arradat amma bo'lgan ahvolda ma'u. Mushaf, kitabatul mushaf Qur'on Karimning yoziqi ila tatawwurun tanawala min. Yani nurgun taraqqiyotlarga duch kelgandagini o'zgartishlar bo'lganida ortiq masalan taraqqiy qildirishlarga shularning qatoridan al-i'jam masalan chikit qo'yish. Men bayatni deb berdim. Sin shinning o'tirida chikit yo'q. Burunqi xat shaklda xatda yoziqda ba qab bilan fa'ning chikiti yo'q. Undan keyin lam bilan kap o'xshash yoziladi. Lam bilan kap o'xshash yoziladi. Nun bilan ta chikit yo'q. Va shakli i'rob yo'q, zuvar zir pash degan narsa yo'q. Va ma ila zalik. Undan boshqa taraflar va ma'u taraqqiy qilgan. Taraqqiy qilgani ma'u kallamini qo'ysin. Amma haykel huruful kalima so'zninki harf haykali. Unda haykalni davatma. Maqsadni tushunanlar. Undan ortiq tushunib bo'lmadim. Faqat baqiya fi halatihi ula. Aslidagi holati bo'yicha qilib qolgan. Makallarda inib qo'yib qolsin. Taraqqiy qilgan taraf o, saqlanib qolgan taraf ma'u. Agar bugun kunda Osmon radhiyallohu anhu davridagi yoziqni ko'makchi bo'lsanglar, oldingizga Qur'onni yezib avval. Siz shu chikitlarini o'chirib olsanglar, oldi keyindagi nimani o'chirib olsanglar, oldi keyindagi pash zirni o'chirib olsanglar, andan keyin kap bilan lam, hozir kap mana usti oldiga egiladi ya, lam ikkisini o'xshash yozsanglar, shu Rasulullohning davridagi yoziq ko'z oldingizga chiqadi. Haykali shu.
والذي يذكره العلماء أن شخصيات مشهورة أن علماء تلغالدغان bir gap bor u olsunmu danlıq bir şəxslər var bular Qur'an yazıqıga qo'shimcha go'zallik ba'zi bir qism qo'shimcha go'zalliklarni kirgizishda yaxshi rol o'ynagan. Qamat bidavrin tayyib degan gap yaxshi rol o'ynagan. Fi idhol kirgizishda ba'zi tahsinat ba'zi go'zallashtirishni al-idofiyya qo'shimcha. Ama butun tarjima qilsanglar Qur'oni Karimning yazıqıga qo'shimcha ba'zi go'zallashtirishlarni kirgizishda yaxshi rol o'ynagan bir qancha mashhur shaxsiyatlar var. Muş şəxsiyyətlərdən birisi Əbul Əsvəd Duali. Bu nemancaq anlab ketdilik bu adamda sizlər. Tuncu olub Ərəb dil qrammatikasını tüzüşkə başlayan adam, yazıq imlalarını tərəqqi qıldırışqa başlayan adam. Bu adamın öz aldığı tərcümə halı var, iznib görsənlər buludu. Nesr ibn Asim yoki Yahya ibn Amr. Mən Nesr ibn Asim bilan Yahya ibn Amr ikkisi muxtalifun fi. Yəni qaysi qılğan? Amma anlaqlıq Həccac tarixdagi eng zolim odam deb anglaysizlarmi Hajjojni? Har qanday bir eski odamning zolim deb qaralgan odamning bir yaxshilik qiladigan. Shu Hajjoj o'zi asli qori. Madrasada Qur'on tahfizul Qur'onda Qur'on tarbiyalaydigan odam kin askar bo'lib, kin qo'mondon bo'lib, an kinki zolimligi, uning zulmi, u kinki siyosiy hayotga kirgandan kinki bo'lgan ahvol. Shu Hajjoj Xalifa Abdul Malikqa alohida tunishtirish va tavsiya qilish bilan ya Nasr ibn Asim yoki Yahya ibn Amr ikkisining birisi ham demaydi, azroq ixtilof bor. Ikkisining birisini olib, mushuni mas'ul qilib, davlatdan bo'lgan maosh ajratib, vazifalantirib, maxsus Qur'oni Karimninki i'rob ishlari, masalan, chiket, pash qatorliq talablarga alohida qanday qilgan to'p qo'shqanlarning birisi. Mushu Qur'onning yeziq masalasi o'rtaga chiqqan hamon kallanligi kim kelsin? Abul Aswad Duali, Nasr ibn Asim, Yahya ibn Ya'mar qatorliq bular kelsa bo'ladi va Halil ibn Ahmad. Ammo hunaki ixtilof, bu yerda ancha-muncha bir o'xshamagan ko'z qarashlar va avlaviyatninki Mavloning ba'ziga nisbat berilish yoki ba'ziga nisbat berilmaslikda. Ya'ni kim baldur qilgan, kim qilgan ancha-muncha ixtilof bor, lekin mushlar shu. Mush to'rt shaxs har doim zihningizda bo'lsin, tilingizga yaqin bo'lsin, mush haqdagi so'z chiqqan vaqtda mushlar bu sohadagi oldingi a'lo shaxslar deb tushunsanglar bo'ladi. Yabdu qaraganda so'zlarning ichidagi to'g'riga eng yaqin ularning har birininki rolini muayyanlashtirishda tuandagidek bo'lsa kerak. Abdurmo o'zininki izlanib topa olgan, bora olgan natijasini o'rtaga qo'yib o'tdi. Ularning ba'zi shu ko'z qarashga boradi. Abul Aswad Duali arab tili haqida bir kitob qilmoqchi bo'ldi. Yani bu orqali kishilarni ularning so'zlaridan buzilganlarini tuzmoqchi hisobda. Shuni iroda qildi. Chunki shunda buzilish kishilarning ichida o'mlashib ketgan shu davrning o'zida. Dediki, ara an abtadi bi i'rabil Qur'on avvalan. Men avval Qur'onga i'rob berishdan boshlay deb qaradim. Shuni bilan fa ahdara ma yumsikul mushaf. Bunda qilib bundan tafsil jarayoni ma'lum. Qur'onni qo'lda tutib turadigan bir odamni epkiliklik Qur'onni qo'lda tutib turadigan degani o'qimoqchi bo'lgan qoridan birini akillik va ahdara sibghan yukhalifu lawnal madad degani Qur'onning rangiga qarshi keladigan bir siyoh oldiga qo'yaqliq bir odam Qur'on tutib turadi, oldida siyoh va qala lillazi yumsikul mushaf alay Qur'on tutib turgan bunda deydi. Abul Asad Duali o'zi o'qiydi. Qur'onni tutib turgandan qo'liga qalam tutqizdi, amiz qarabdi. Men o'qigan vaqtimda eg'zimni assam. U vaqtda biz bilgan zavar zir pash atalg'i solmagandan shunday ifodalaydi endi. Ma bugun kunda sizlar bizlar zavar deymiz gap tugaydi. A degan gap. Zir deymiz gap tugaydi. I degan gap. Pash deymiz u. Ma turaqlashgan atalg'ining bir ta'siri. Ammo u vaqtda zavar yo'q, pash yo'q, zir yo'q. Anda o'qim mukallisi yo'q, lekin Qur'on o'qiydi. Buni ishda turaqlashtirmoqchi atalg'ular bilan Abul Aswad nima degansa Qur'on tutib o'tirgan odamga qalam bilan amz qarabdi va idza fatahtu fami men a o'qisam, og'zimni ochsam nega a o'qisam harfning ustiga bir chikit qo'y deydi. Hozirgidek zavar bunda to'g'risi emas, chikit. Chunki u vaqtda harfning o'zining chikiti yo'q. Harfning o'zining chikiti bo'lmaganligi mush chikitni zavar belgisi qilib ishlatgan. Ve izâ kesertu femi egzimni astığı tassam, iyi qilsam,
harfning ostiga chikit qo'y. Va iza zammamtu fami, endi eg'zimni bunda qo'shsam, juplasam, u desam, harfning oldiga. Mana ma'vo tunji i'rob qo'yilish xizmatininki shakli bu savoqdoshlar. Agar mushu harakatdan bir narsani ergashtirsam deganga ikkisini birga o'qisam, masalan, minan o'qisam, ya'ni tanun sen ikki nuqta qil. Ma'laqat tashdi masalan, tanun demakcha. ففعل ذلك حتى أتى على آخر المصحف. Ashta qilib mushafning oxirigacha keldi. Bu ish ajoyib bir inqilob xarakterli ish bo'ldi. Qur'onni o'qishda qiynaladigan ajamlarga nisbatan ajoyib bir go'zal bir ish bo'ldi. Ammo shu vaqtning ayni zamonda qarshilik uchirdi. Shu vaqtning o'zida bunday qilsang qanday bo'ladi? Qur'onni o'zgartirishsan qanday bo'ladi deb. Ammo alhamdulillah niyat yaxshi. Ko'ngil yaxshi, Alloh o'shliq barakat berdi. Agar shunda zavar zir qo'yib hozirga qadar taraqqiy qilib bugungi kun kelmagan bo'lsa, dunyoda arab tildan boshqa hech qanday musulmon Qur'onni qana qilmagan bo'ladi, o'qiyolmagan bo'ladi. İzen, yani müşahede deb turayli, fa'amalu Abil Aswad, Abul Aswadning xizmati nima desa, zavar zir pash tanvinga ishorat qiladigan alomat qo'yish. Mushuni qo'ydi. Mushu ishoratlar asli yozilgan allazi kutiba bihil aslu, asli yozilgan siyohga qarshi ranglar yoziladi deydi. Chunki farqlantirish uchun Qur'on emas, ikinchi o'zgarib ham o'xshash rang deyildi-ku. Bu birinchi ahvol. İkinci ahvol, istamarra nas yaqrauna fi suhuf Osman va fi ba'd al-masahib isharat Abul Aswad. Kishilar Osman radhiyallohu anhu'ningki mushafini o'qib davom qildi va Abul Aswadning ishorat, ba'zi mushaflarda Abul Aswadning ishoratini o'qib davom qildi. Shu shaklda davom qildi. Ammo shu meni biroz qiyinchilik duch keldi. Qanday desanglar, falamma kathura at-tashif wal-lahn, xato kuchrash ko'paydi. Masalan, vaqti basimiz zavod olmagandan keyin Qur'onni qo'lda kuchiradigan gap. Kuchayganning xato kuchrash ahvoli ko'paydi. Falamma kathura at-tashif, xato kuchrash ko'paydi va lahn xatolik, ig'izga xato ko'paydi. Iroqda bu ahvol tarqildi. Hajjaj ibn Yusuf ashuni yezishga qana qildi, sal bir ara yeziqiga, Qur'onning yeziqiga bir aram bo'ldi. Bu qanday gap endi bu? Va sa'alahum uladan, mush o'xshash harflarga bir alomat qo'yib berishni so'radi. O'xshash harflar degani ma'o. Sin shinning chiqib olmaganligidan o'xshash. Fa qopning chiqib olmaganligidan o'xshash. Lam bilan kap bilan ustiga qayrilmaganligidan o'xshash. Mushlarni masal chiqadi, chunki Iroqda bunday ahvolninki biroz bearamlik qo'zg'ashining sababi bilasizlar, Iroq Ironga yaqin. Ya'ni Iroq normalda aslida arab davlati emas desak bo'ladimdi. Arablar bor, boshqa ajamlar arablardan ko'proq ham Iroqda. Chunki keyin hozirgi arablashib, arab davlati bo'lgan bilan ando'g'angan xatolik nada yuz berdi desanglar, ajamlar voyat yuz beradigan gap. Va sa'alahum va fayuqal. Shu vaqtda bunda bir rivoyat deyiladi. Nasr ibn Asim al-Laythi yoki Yahya ibn Amr ikkisining birisi. Mush ikki ism kallanli bo'lsin. Rivoyatlarda boshda shakva chiqib ya ma'vamdi. Bu ikkisining birisi qama bi i'jamil huruf al-mutashabiha. O'xshash harflarga chikit qo'yib chiqqan deydi. Qama bi i'jam. Qama degan fe'l masdar bilan birga kelsa, shu masdarni tarjima qilamiz. Qama bi i'jam desa, shu chikit qo'yib chiqdi. Va wada'an nuqat va chikitlarni taq jup qo'ydi, o'rinlarini qarama-qarshi qildi. Ashta qilib asta chikit shakllandi hisobda. Masalan, ha bilan jimning chikiti yo'qdi. Haning chikiti yo'q, jimning ostiga chikit qo'ydi, haning ustiga chikit qo'ydi. 3 harf o'xshash degan gap. Ha, ha, jim o'xshash. Qanday o'qiydi endi buni? Arabligi o'zi arab tilini bilgan bo'lgach o'qa. Ajamlar qanday o'qiydi? O'qiolmaydigan gap. Haning ustiga chikit, jimning ostiga chikit, bir necha kisiz qo'ydi, o'sha shaklda farqlantirilgandi. Va zakara Ibn Hajar an Harun ibn Musa. Ibn Hajar Harun ibn Musa'dan shuni rivoyat qiladi. Mushafni chikit qo'ygan tunji kishi Yahya ibn Amr. Demak, ikkinchi xizmat al-amal al-thani allazi tamma zaman al-Hajjaj. Hajjajning zamonida tamomlangan ikkinchi xizmat bo'lsa-mu, o'xshash harflarga chikit qo'yish, taq, jo'b, taq holatda ostidan, yo'q ustidan ostidan. Jo'b taq degani ba'ziga 2 chikit, ba'ziga 1 chikit, ba'ziga 3 chikit. Masalan, nun, ta, sa. Nunga 1 chikit, taga 2 chikit,
F'ga 3 chiqadi. Masalan, B'ning ostiga 1 chiqadi. Mana ostiga, ustiga, o'ng, mana shaklda farq paydo qildi. Bu ikkinchi ahvol. Üçüncü xizmat deydi. Ve ca'al Halil ibn Ahmed. Endi Halil ibn Ahmed keldi. Mao avladak baştan başlap nurg'un xizmatini tamamlag'lar. Halil ibn Ahmed kinki to'liqlama shakldagi xizmat olib borgan shaxs. Fakana awwal man. Bu kishi tunji hamza, tashdid, ravm ishmomlarni qo'ygan odam. Hamza, tashdid masalan ilib desa, hamzasini Halil ibn Ahmed qo'ygan, ya ustiga yoki ostiga. Tashdid masalan, bunun belgilari. Deyiladi Halid ham deydi. Harflarni harakatlar bilan zabt qilishni ham kashf qilgan. Kishilar o vaqtda Abul Aswadning zabtisidan bejat bo'lgan. Zabt degan gap shu zir pesh degan gap. Muqimlash, turaqlashuv degan gap emasmi? Abul Aswad chikit qo'ygan bo'lsa, ba'zi muxlislar Halil ibn Ahmed azoq so'zg'on. Hozir bugun kunda zir azoq so'zladi ya. Zir ostiga so'zladi ya. Pesh bunda yumaloq qo'yildi, hatto taraqqiy qilib ta'ti pesh qo'yilgan. Mush o'ng pesh bilan ta'ti peshdan o'tirdimi farq va qiroatda. Buni hammasi asta yuz bergan nimalar taraqqiyotlar. Va kana ulama ulamalar Halilninki harakatini, Labtal Halilninki shu zir harakatini shir shaklida deb ataydi. Ulardan ko'pinchisi buni qo'llanishni yomon ko'radi, chunki biroz taraqqiy qildigandan keyin dedik ya, ishlarning birinchi qadami ashta ba'zi qarshiliklarga uchraydi. Qarshiliklarga uchrash derken bu ulamoning qatmanligi emas, balki ulamoning Qur'oni Karimni o'zgartirishga bo'lgan g'ayrati, ya'ni Qur'oni Karimga saqlashga, Qur'oni Karimning o'zbati saqlanishga bo'lgan ko'ngil bilishi deb tushunsak bo'ladi. Demak, bir narsani tushundingiz savoqdoshlar. Yuqorida 3 xizmatni sizlarga tartib bo'yicha Abul Aswadningki xizmati, Yahya ibn Amr yoki yana birisining xizmati, undan keyin Halid ibn Ahmadning xizmati. Bu yil tarixiga bir qarab boqaylik. Takror qaytaga kelmizga yanib. Abul Aswad Duali Hijriya 60-yil, 69-yil vafot topganda o'ylanglar. Bu ajoyib bir dastlabki davr. Sahobalar bavaqt mavju. Hijriya 69-yili. Ikkinchi xizmatga qaranglar. Nasr ibn Asim yoki Yahya ibn Ya'mar mashkisi bularning yili taxminan 100-yillarning oldi keyin, ya'ni nimadan Abul Asad Duali'dan 20, 30, 40, 50 yil oldi keyin hamda shu oraliqda. 3-xizmatga qaranglar. Halil ibn Ahmad 170 yil o'lib baqlandi. Abul Aswad Duali bilan Halil ibn Ahmadning o'tirisida tam 100 yildan ortiqroq farq bor. 100 yil. 100 yil degan bir asr degan gap. Shunga mao o'zgartishlar anda tunigan, bugun qopaplar. Bir 2 haftada, bir 2 oyda, 4-5 yilda bu 100 yilda bo'lgan ishlar. Men tushunammi yo'qmi? 100 yilda mana qazon bosib qo'yish kerak ya. Bu 1400 yillik uzun bir tarix. Anda bo'lgandan keyin bu ahvolni chanmay o'zbette shu pet davomlashadi. Xuddi 100 yil ichida taraqqiy qilib nerdan keldi ya. Yine shundan keyin uzluksiz adam to'xtab qolmaydi. İnsandan iqtidor erishadi, yeziq san'at tuyg'usi erishadi, masala paydo bo'ladi, masalani hal qilish uchun chora izlanadi. Bu shaklda uzluksiz davom qiladi bu taraqqiyot. Qur'oni Karimninki yeziqidagi taraqqiyot. Shuni da o'tib va mazala kullu zi mawhiba fanniya fil xat. Ya'ni yeziqda san'at iqtidor egasi bo'lgan har qanday qadam kullu zi mawhiba degan gap san'at iqtidor, mavhiba iqtidor, fanniya san'at iqtidor egasi bo'lgan har qanday odam yabzulu qusara jahdihi yoki juhdihi o'zining eng yuqori darajadagi tirishchanligini birib davom qildi. Mazala davom qildi. O'zining tirishchanligining eng yuqori chekini, qusara degan gap eng yuqori chekini birib davom qildi. Li yubdi'a fi kitabatil mushaf. Qur'on yozig'ida bir ijodiyat paydo qilish uchun, go'zallik paydo qilish uchun. Mana bular bo'lgandan bu asrdan asrga 100 yilda, 200 yil, 300 yilda bir narsalar paydo bo'ladigan gap. Va qad qamat mihna xassa amdi maxsus bir kasb o'rtog'i chiqdi. Qamat mihna xassa degani bir kasb o'rtog'i chiqdiki, Qur'on yoziqi deb tunilgan kasb. Bugun kunda basmachilik deb qo'ydi ya, basma zavodi deb qo'ydi. Shu vaqtda shuna bir kasb hamdi o'z oldiga. Yaqum rijaluha bu kasbning kishilari Qur'onlarni ajr qarshiliqida ko'chirdi. Yaqum binasx degan gap ko'chirdi. Masalan,
Bir adam keladi, "Mening do'konimga, men bir shunda kasb bilan shug'ullanan. Mana bir Qur'on lozim. Tamam ko'chirib beraman. Qancha vaqt? 15 kunda, 20 kunda yoki bir oyda ko'chirib beray. Tamam manchi pul. Cho'ngliqqa manda bo'lsin, kichiklikka manda bo'lsin. O'lchamda deyish bilan qog'ozni kesib akilib, ko'chirib berma. Yoki ko'chirib jiqib qo'yma, keladi sotib oladi bu shaklda. Va kana ba'zu ahli al-ilm, hatta ba'zi ahli ilmlar bu kasbni o'zining turmush manbasi qilgan deydi. Ashta qilib jamba qilgan bir ahvol shakllangan. Xuddi bugun kunda bosma zavodi echib Qur'on bosadi, kitob bosadi, ya shunga o'xshagan ishlar, boshqa ish emas. Alohida boshqa tushunilishning hojati yo'q. واختلف العلماء في الحكم على هذه الزيادات والتطورات. Endi yuqorida bir muncha tatavvurat, taraqqiyotlarni, ba'zi harflardagi oldi keyni o'zgarishlarni ko'rdik ancha muncha. Ulamalar mushu ziyodat, mayli harf, chikit, i'rob, bash, zuvar, zir va taraqqiyotlarga qarata hukm jihatda shu vaqtdan tortib hozir qara ixtiloflashib keldi. Faminhum, ularning ichida man tashaddada fahadaraha. Ching turib, bularni cheklaganlar. Tılğalı dölümala Nəxəi İbn Sirin'in bu ikisi Qur'an'a çıkıp qoyuşunu makruh. Yaman köygən Şabi'den, İbrahim'den çıkıp qoyuşunu hatta başqalarında qızlardan çıkıp qoysun bunu makruhluq rivayet qılındı. Bular aytdı ki Cerridul Qur'an, Qur'an-ı Kerimni xalis qoyanlar, pakizlanlar, onda çıkıtlarını, i'rablarını öçürütün deb mandaq deydi. Gazali davatıdı ve zan bihaula. Yani bularga nisbeten oylaydiganimiz, zan bihaula degan gap, bularning bu fikriga nisbeten bizning tushundiganimiz, oylaydiganimiz, bular innahum karihu fatha hadal bab. Bu ishni aytishni yomon ko'rgan nimishqa xavfan ansirab deydi. Nimadan ansirab? Min ay yuaddi ila ihdas ziyadat. Yani boshqa ortiq bir ishlarni paydo qilishga abirishdan qo'rqib va bu ishni keskin taqash uchun va Qur'oni Karimni o'zgartishni ep keladigan ishlardan qo'g'dash qo'ygan ishtiyoqi tufaylidan mushtayaman kelgan. Bu birinchi turlik kishilarning ko'z qarashi. Va minhum, yani ulamoning ichidan mushafni i'rob qo'yishni cheklaganlar va illaki so'z i'rob qo'yishga ehtiyojli bo'lib qolsa. Masalan, ba'zi so'zlar o'qish qiyin. Ba'zi so'zlar u tasamasandi. Tasamas so'zlarga i'rob qo'ymay, tas so'zlarga i'rob qo'yish deb manda qo'zg'ab. Masalan, Ibn Mujohidning naql qilgan deydi. Yenbaghi alla yushakkel illa ma yushkil deydi. Yani qiyin o'g'allardan boshqasi i'rob berilmasligi kerak deydi Ibn Mujohid. Va ularning ichidan ma alla yushakkel tashkil, shakkala yushakil degan gap harakat qo'yish, shakl qo'yish degan gapchimi? Ulamoning ichidan ruxsat deganlar bor. Men ajazaha degan gap ijozat qilganlar bor, ammo bir shart, shu shart bilanki qarshi rang bilan, o'xshamaydigan rang bilan yozilish shart bilan. Qur'onning asl rangi bilan o'xshash o'qas bo'lmaydi deydi. Amruddani deyotdimi? Dani bayatdan Amruddani danglaq imom. Men qori bilan chiqib qo'yishni to'g'ri deb qaramayman. Nimishqa buningda o'sha xash shaklininki shaklini olsin, suratini olsin o'zgartish bo'lganligi uchun. Va qaraymanki harakatlar, tanvin, tashdidlar, sokin matlar qiz bilan bo'lsin, hamzlar sariq bilan bo'lsin. Aslidagi Qur'onninki haykali, yoziq haykali o'z beti qapqara qolsin deyotdi. Va bularning uchun taqanmaga uyda birga keldik hamdi. Mana chikit, zuvar, zir, pashqashani mustahab deb qaraganlar bor. Endi bugungi kundagi reallikka qaraganimizda va huwa ashabu shu to'g'risi. Agar Qur'on dedik ya bayatdagidek aslidagi haykal bo'yicha qolib qolgan bo'lsa, biz qanday o'qiydik savoqdoshlar? Bir Qur'onni to'g'ri o'qish uchun bir odam 10 yil o'qish to'g'ri keladi. 10 yil arab tilini o'rganib yoki ustozlardan Qur'onni ig'izaki yodlab, o'qisa o'qiy ola, bo'lmasa asla arablar o'qiy olmaydi agar unda qolib qolsa bugungi kunda. İmam Navaviy deydi, Qur'oni Karim chiqdi, shakli mustahab. Chunki u Qur'oni Karimni xatolikdan va o'zgarishdan saqlaydi. Zuvarizini to'g'ri o'qiydi yani inson. G'azali deydi, Qur'oni Karimning yoziqini go'zallashtirish mustahab va aniq bayon qilish mustahab. Chiqib qo'ysa, la ba'as, alomat qizlar unda boshqa alomatlar qo'ysa, la ba'as. Bu degan zinatlash, bayon qilish, xatolikdan to'sash va o'qiydigan odamni lahna qilishdan, xato o'qib solishdan cheklash. Andagan deydi, İza lem yuaddi ila mahzur, bir yaman oqibatga ib bo'lmasa, ummatning ishi Qur'on haqida shu texmi ziyoda ma'rifat hosil bo'ladigan nuqtaga muqimlashtiraqlasa, la ba'sa bi, hech qanday masala yo'q bunda deb manda shaklda xulosalaydi savoqdoshlar.
Ondan keyin yana muhim nuqtadan birisi endi bugun balki hozir men sizlarga kamerani oldiga Qur'onni ko'rsatsam balkim ya aniq ko'ralasizlar ya aniq ko'rolmaysizlar, ammo o'zingizning qo'lingizda Qur'onni bir deb boqinglar. Qo'lingdagi Qur'onning chiqishsiz, pashsiz, zo'rsiz holatlaridagi asli haykaldan boshqa butun belgilarning hammasi keyin kirgan. Hatto bugun tajvidlik Qur'on deydigan Qur'onlar chiqdiki, ash suzadigan, so'zmaydigan, vaqf qiladigan, g'unni qiladigan, yeldan tortib hammasiga to'liq belgi qo'yib chiqdi. Mana tushuninglarmi? Mushu belgilarning hammasi nima desa, yuqori degandek Qur'oni Karimning yoziqining taraqqiyoti doirasiga kiradigan ahvollar. Bularni xato deyolmaymiz. Shu Abdur eng oxirisi davatida va mimma yandariju tahta unvan tatawwur kitabatul mushaf. Mushafning Qur'onning yoziq taraqqiyoti degan nomning ostiga kiradigan mazmunlarning qatoridan birisi har oyat tuga vaqti qo'ygan ishorat. Haliqi endi asl teysliga Elhamdülillahi Rabbil alamin. Tabi yumaloq belgi var, işte bir degan san var. Sizlar xiyolingizda oyatning bir numeri deysizlar. Asli yo'q. Ar-Rahmanir-Rahim yumaloq belgi var, 2 deb yozib qo'yganlik. Malik yawmiddin 3 deb yozib. Bularning hammasi shu. Shuning qatoridan. İbn Abi Davud Yahya ibn Abi Kathirdan shuni shunday deganligini rivoyat qildi. Bular mushu mushaflardagi din bir narsani bekitmaydi, illaki mushu 3 chiqit oyatning 5idagi 3 chiqitda bilan 3 chiqit qilib qo'ygan. Mush nuqtani shuni ifodalaydi. Demak, Qur'oni Karimdagi bugungi belgilarning hammasi Qur'oni Karimning yoziqini go'zallashtirish uchun, qulayliklashtirish uchun, o'qiydiganlarga texmi osonlashtirish uchun qilingan ishlar. Reallikqa qarab baqqanimizda bular Qur'oni Karimga o'zgartish bormidi? Bu orqali Qur'oni Karim o'zgarib ketmadi. Teqicha o'qiydiganlar, to'g'ri o'qiydiganlar ko'paydi. Xato o'qishdan saqlandi. Shu orqali bizday taklamakonning bir bu jikidagi bir arab tilidan asla xabarimiz yo'q bir millatmi 10 kun ichida Qur'oni Karimni to'g'ri o'qiy oladigan bir holat shakllandi. Allah yaxshi niyat bilan yuqoridagi ishlarni qilganlarning hammasidan rozi bo'lsin. Chunki qalbi sog'lom, niyati to'g'ri bo'lg'achqa ishlari bugungi kungidek yaxshi bir manfaat, yaxshi bir natijalarni berdi. Va kazalika, ya'ni shuningdek mushaflarda paydo qilingan bir mazmunlar bor. Mazmunlarning qatoridan favatihlar, oyatlarning boshlanishi, xavotimlar, o'nlik ayirish, buni qari bo'lganlar balki jazoga oluvchimisizlar. Tahzib hizbiga ayirish, juz'iga ayirish, suraning ismlarini yozish, oyatning sonini yozish, sajda, vaqf ishorati, oyatlarning raqamlari hammasi keyin paydo bo'lgan narsalar. Suraning 5ida bu sura Makkiya, oyatuha mancha deb bunday o'qib ketib qolsak, masalan ta'shir, ahmas, ashar shaklida hizbiga ayirish, 10-para, mancha hammasi burun yo'q. Oyatlarning soni yo'q. Sayda qildigan oyatlar kelib qo'ygan belgi yo'q. Vaqf qildigan oyatga yo'q. Hammasi yo'q. Kim paydo bo'lganlar? Hammasi Qur'oni Karimning qiroatiga xizmat qilish uchun paydo bo'lgan narsalar. Bu Qur'oni Karimni o'zgartganligimiz, balki Qur'onning xizmati. Ustoz Ali Muhammad Dabba davatida ammo chiqit, shakl va shuning hukmidagi alomatlar va favosillar va sajdalar va juz'iylar va hizblar va uning qismlari va xamuslar va ashurlar va hammasiga yoziqdagi qo'yilgan belgilar ham vaqf qildigan o'rinlar va vaqf qildigan favatihlar va xavotimlar va ulamolar bu haqda 3 xil fikrda deydi. Birisi mutlaq to'g'ri, hech qanday masala yo'q. Ikkinchisi mutlaq yomon ko'riladi. Uchinchisi balalar ve balalarning hükmedeki kişiler ügündiğen Kur'anlarda to'g'ri, ama ana Kur'ansız. Ana Kur'ansız degani Osman radıyallahu anhu yezib taqatgan Kur'an var ya, a Kur'andan naql saqlamaydi deydi. To'g'ri, mushu gapni qo'llashga bo'ladi. Ana Kur'an o'z bet saqlanib qolishi kerak. Chunki u degan bu qolsa bugungi kunda asli Kur'an. O shu betda saqlanishi kerak, ammo undan keyin masalan zavoti biz taqdigan, o'qiydigan, siz bizdek adam o'qiydigan Kur'anlarda cho'qim bo'lish kerak-da. İmam Dani muhkem degan kitobda mush gaplarni o'z egilirga nisbat berganlik, ya'ni demakchi o'g'lonlar mush gapning asli manbasini topmoqchi bo'lsangiz, bosanglar bo'ladi. Endi vel amalu fi vaqtina hada bizning mush vaqtimizdagi ish endi. Biz qanday qilamiz? Biz qanday qaraymiz desa, alat tarxis fi zalik. Buni ruxsat qilish yoki taraxxus. Nimishqa elishib qilishni, saqlash, dafi qilish va tahrif o'zgartirish man'iy qilish
ve Rabbul Alemin'in sözde hatalık uçup kalıştın saklanış üçün deydi salaktaşlar. Yani, tamam eğer bugün aşta belgilersiz yazıp bir daha şok kalsa biz emes ma Araplar okuyamaydı. Mutlaka okuyamaydı. Bu yine kovsun kıllanlardı. Vakit neye vardı salaktaşlar? Bundaki manasının tümüydeki kaçlık kaldı. Tamam. Ondan sonra biz bugün vakit münasebetiyle müşahede toxtayla arkadaşlar. Kila saatlik dersimizde Kur'an-ı Kerim'ninki bugün biz okuyatkan Kur'an-ı Kerim'ninki Osmani şekilde yazılışı aşağı heykel. Yani heykelini bugünkü imlağa özgertip yazandık. Muş hayattaki göz kararışlar, mühim göz kararışlar ama şu bir dersimiz kaldı. Ramazanlık okuyduğun derslerimizden. Allah hemen ondan razı olsun. Ayeti bir gün müşterisini okuyatken Ramazanlık dersimiz ne olan toxtaydı. Ramazandan keyin bakıp qalğanını okup kitapның birinci kısmı tügegenden keyin imtihanba şu vaqt alımız imtihanı. Men Ramazanda sizlarga bir qiyinchilik bo'lib qolmasin deb yo'qlamamı qilmadim. Xalqalla keldi, uyqusi kelib qolganlar uxladi. Ondan keyin imtihonni o'rinlashtirmadim. Vazifalarni bermadim. Bu hammasi Ramazonning hurmatidan. Allah tutgan Ramazonini qabul qilsin. Okugan taravihlarini, Qur'onlarini qabul qilsin. Bugun müşahede to'xtab turdi va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.